Bismillahirrahmanirrahim. Shokoladxo'rlar, ishtahanglar ochilib ketdimi? Hozir sizlarga yumshoqqina shokoladni bulchka qilish o'rgataman. Idishimizga yog', tuz, droji, iligan sut va 2 tuxum solamiz. Va qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qilamiz. Oxirida yumshoq sariyog' solib, xamirimizni oshirib qo'yamiz. Bu yerda shokoladlarni mayda qilib to'rab olamiz. Oshib chiqqan po'mpaloq xamirni yupqa to'rtburchak qilib yoyamiz. Xamirimizni ichiga shokoladli pasta suramiz. Boya to'rab olgan shokoladlarimizni ustidan sepib chiqamiz. Xuddi somsadagi o'rab, ip yordamida chiroyli qilib kesib olamiz. Tayyor bulchkalarimizni 15 minutga oshirishga ko'p qo'yamiz. Keyin 180 gradusga duxovkaga yuboramiz. Vau, hidini ustiga erigan shokolad quyib, mazza qilib yeb olamiz.